إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله ve ashabihi ecmaîn. Qadrli ko'rarman qarindoshlar, bugungi darsimizda ijobiyat haqida to'xtalamiz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve la tehinu ve la tahzanu ve entumul a'launa in kuntum mu'minin. Eğer sizler haqiqiy mu'min bo'lsa, iymon bilan ustunlikka erishgan turuqliq düşmanlarga bo'shishib qolmanglar. Beshinglarga kelgan musibatlar uchun qayg'urmanglar. İcabiylik etrafımızdaki reallıkni to'g'ri tushunish va to'g'ri muomala qilish, mumkin qadar uni foydali o'zgartirishga tirishish deganlik yani. Ziyonlikni foydali tarafga o'zgartirishga tirishish. Nazarimizni shaylarning va insonlarning go'zal va yaxshi tarafiga qaratish bu bir ijobiylik. Endi bu ijobiylik babida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki bizga o'rgatgan o'gitlar bor. Payg'ambar sallallohu bir ijobiy insonki, u tarbiya mutaxassislari xuddi Rasulullohni eng voyaga yetgan tarbiyachi deydi. Psixologiya mutaxassislari Rasulullohni insonlarning mijozini va insonlarga qanday tarbiya qilish kerakni, insonlarni qanday hidayat boshlash kerak ekanligini hammadan yaxshi biladigan, ya'ni insonlarning ichida shunda biladigan zotni deydi. Demak, payg'ambarimiz har tarafdan o'gitlar qolgan. Endi bu salbiy narsalarni ochiqni tatliqqa aylantirish, ziyonni foydaga aylantirish. Ya'ni foydaga %100 aylanmasimi, shuning foydali tarafini ko'rib, ko'nglini taskin qilish bu inson uchun intayin foydali. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Uhud teg'idan o'tib ketib shu shaharda to'xtaydi. Sahobalar Uhudga qarab qattiq ko'ngli bearam bo'ldi. Chunki mushu Uhud teg'ida aşağıda bo'lgan urushda musulmonlar mag'lubiyatga uchrab 70 kishi shahid bo'lgan. Rasulullohning tog'isi Hamza roziyallohu anhu shu yerda shahid bo'lgan. Musulmonlar shuni eslab Uhudga qarab turib qattiq bearam bo'lganligiga ko'ra Uhudni biz yaxshi Uhud bizni yaxshi ko'rdi, biz Uhudni yaxshi ko'ramiz deydi. Degandagi sahobalarningki chiroyiga bir xushallik kayfiyati kilitda. Ya'ni Uhud bizni yaxshi ko'rdi, biz Uhudni yaxshi ko'ramiz deydi. Bir kuni Makka fathi bo'lgan chaqda bu g'animatlarni asosan muhojirlarga berib, ansarlarga berilmaydi endi. Endi muhojirlar burun uy voqealarini hamma narsani tashlab Rasululloh bilan hijrat qilib din uchun ketgan, hamma narsani voz kechib ketgan. Bu g'animat olganda Makkaniki shu muhojirlarga berdi. Bergandan bu ansarlarninki ko'nglida bir aromlik his qilinadi. Ansarlarning elchisi bo'lgan sahobadan birisi kelib Rasulullohga biz biroz shuni rohatsizlandik deganda to'xtanglar emasa hammalarni chaqiringlar deb chaqirib aklib muhojirlarga mol dunyo qolsin, men sizlar bilan birga emasman, qattiq xushallab yig'ilishib ketdi. Shu chaqda Makka fathi bo'lgandan keyin ansarlarning ko'nglida endi Rasulullohning yurti bo'lgan Makka fathi bo'ldi. Rasululloh balki men Makka qilib qolaman deyishi mumkin. Bu chaqda biz Rasulullohni ayrilib qolsa qanday bo'lamiz deb qattiq yaxshi ko'rdi Rasululloh. Qattiq insichida endi anda Rasulullohni yaxshi o'zining abrahlar Rasulullohni yaxshi ko'rganda bir yaxshi ko'rgan bir jamoatni topoldim degan nima. Bunga e'tirof qilganda Rasulullohning ashablariga Rasululloh bir insonni agar shuni bunday yaxshi ko'rganligini ko'ramadim degan endi. Bir shu chaq dushman vaqti endi Rasululloh dushman vaqtida shu haqiqatni e'tirof qilgan endi. Demak shunda yaxshi ko'radi. Endi Rasululloh o'zining yurtida qolib qoladimi degan ansirash vaqti. Bu naydi cho'ng bir g'amdi beshida. Endi bu yerda shu g'animat masalasi to'g'riliq Rasululloh Allohga tasalli qilib muhojirlarga tamam o mol dunyo qolsin, sizlarga Allohning rasuli qolsa rozi bo'lmaysizlar degandan qattiq yig'ilishib ketdi. Shunda xushallik hayajon o'tlab ketdi.
Şunun Rasulullah Medine'ye birlikte gitti. Emeliyatta oylasam ben Rasulullah'ın ulavlan birlikte boğunu o mal dünyanın ki boğundan netçe hesi yaxşılık hem birini yaxşı bilet dendi. Demek şundan bir ahvalını ko'ngilsizlik bir ahvolni unda xo'shallikqa o'zgartgan Rasululloh. Yana bir kuni uyga kirib yeydigan bir narsa bormi deb ayollarning uyga kirib so'g'anga hech nima yo'q degan tamom andaqdan ro'za tutdi. Binasi yo'qligi bir salbiy ahvol. Bu salbiy ahvolni ijobiy ahvolga o'zgartirib ro'za tutgan gap. Shu ro'za tutish bu salbiy ahvolning turtkisi bilan hamda uni ashubi tarafga to'lg'ab ro'za tutgan gap. Ko'ngilni shuni bilan aram topqizgan gap, nafsini qanoatlantirgan gap. Ro'za tutgandan keyin ko'ngli ishtiho qilmaydi hamda. Uningdan boshqa jiq ya'ni Rasulullohni shundaq sahobalarga shundaq kelgan fursatida shundaq yaxshi darsni berganligi, ko'ngilsizlikni xo'shallikqa o'zgartganligi va salbiy, haqiqatan salbiy narsalardanmi shu ijobiy tarafni bayqab, shu ijobiy tarafdan foydalanishga buyruqida natija hadislar bor. Endi shu tokni ijod qilgan Edison bir qatim 1914 yılı bunun şu tecrübehanısına ot gidip de 67 yaş kirgen adamdı. Şu 30-40 yıl aynı tirişip kılgan 2000'den artık tecrübe de tecrübeni kılış arkalık tokның kılını icat kılgan adamdı. Şunçalar emgeki küyep külülap gidip de külülap ketkenliken bu kişiler bu yaşınıp kalan adamın kendine yürük toxtab qalay shunda ansabni qilsa u bexabar onu hammani ko'rib turib hammadan xotirjam tamom biz ko'niliqdan qutulib yangisini yasaydigan bo'ldik bizga bir fursat bor debli gapni tugatdi undan keyin balasiday charli degan bo'ldi anani chaqirib men sana hech qasini ko'rib boqma bir xushallikni ko'rsataman maqdab chaqirib kelsa shu tajribaxonning kuyib ketgan shu duvi bo'lib ketgan kuyakni ko'rsatib endi shu nima topunun düğüstek aynı düğüken nimeni köstüktü. Man köydüğüm bizdeki hayatımızdaki hatalıklarımızın hemmesi kuyapmışlar nim oldu. Endi yeni sahbe başlayımız hayatımızda. Demek üzügümü başkalarına hoşallık bağışlaştı hem de o bir Müslüman emas lekin şunda olsun bir insan hem de icabi terbiyeden faydalanımız da şuna misal keltirimiz. Yani dünyada icabi insanlar var, şunda selbi insanlar var. Mesela insan kesel oldu. İcabi insanlar işinin yaxşı tarafiga qarayotgan insanlar Allah bana mushu keselni sepdi, mushu kesel orqali gunohlarimni Allah mag'firat qilsa ajib emas deb Alloh mag'dur va Allohga bo'lgan ehtiyojini texmi his qildi. Mening uchun yaxshi bir fursat bo'ldi dedi. Amaliyat rost shundaqam. Endi ba'zi insonlarga kesel degsa, "Mang'ini kelami bu kesel, nima gunoh qildim bularman?" deydi masalan. O kufr so'zlaydi. Shuning bilan u tatkan, cafası tatkan kişisine hiç kadar ecir tapanmaydı hem de. Eğer hem de andan demey Allah mahmuş kişisel Allah hikmetini üzbülü de çok bunun günahından mağfiret kılsa ecep emez de. Sevr kılsa neticesi savap tapıdı. Sevr kılmaya kalkışsa savap mı tapanmaydı hiç kadar değil mi? Yok hem de. Üzügü ziyan başka bir kim ziyan olmaydı bunun. Üzügü ziyan oldu. Şunda bir neçer insanlar oldu. Mesela bir insan üyde yalnız kepti. Ayalı, balları başka bir yer kitip kaptı ya mehmandaşlık kitip kaptı da o güne yalnız kaptı. Koşnusu bunu oylap palana ahunun bugün balları uydu yokken endi tamak etemey kişi degen cıbıt atıp kalmışsın birkaç tamak açık bireyler de birkaç tamak açık bireyler de açık bireyler tamak aynı hoş eşk Allah'a rahmet de tamakını yapılıp akirip oturup koydu bu nimiş kımamıydı akıldı o elbette menden çoğun binasını ündürüp olmakçı bunun Bakar bu çakışmanın tamağa kirip vermedi. Ecep tamağa kirip kan bulap yaptı ya bu koşuna büyük bir abdan bulap yaptı. Çokum bunun yaman niyeti var. Yani bunda naçar oylaşma onuğa hemen yalnız kaldı da hem de koski aç kalmasında gamxorluq etdi. Tügü doğru. Her qanday narsaninki en doğru tabiri, en kısa tabiri. Çögültüp bunu ta'kidladi. To'g'risini tushunishcha nurg'un insonlar va o'zini noat aqlli o'ylab men degan boshqa odamni tushungan buni yuzaga tushunmayman oq tarafini tushunaman ishni bundada gumonlik qilib badgumonlik qilib bundoq qilyapti bundoqmiki endi masalan arabda o'tganda bir gazetda yozibdi bilsa shundoq
nachar adamlar to'g'risida. Masalan, bir adamniki mashinasi soat 10larda o'zining uyining oldida turib qolibdi. Normalda soat 2dan burun ishdan kelmaydi. Bir kun qarasa soat 10da mashinasi turib qolibdi. Qo'shnilardan turib birisi debdi: "Ha, bu adam uyda chuqur bir masala chiqibdi. Uydagilar birisi vafot bo'libdi yoki yo doktorga olib borgan ish na chataq ulab. Birisi yoki bu o'g'ridan birisi ma'ning mashina o'xshash mashinani yana to'xtatib qolib turib o'g'ri o'g'irlik qilib kelib ketgan bo'lishi mumkin deydi. Yana birisi deydi uning degan: "Hey adashlar, bunda o'ylab o'tirguncha inson degan soat 2da keldi deyotgan bir nima yo'q. Ba'zi burun kelsa keldi ish tugisa, shu uyga kelib damagan balki eng o'ng'ay yo'l. Masalan, shunda o'ng'ayni qopqa cho'g'ilib adab üzüne qiynab boshqalarni qiynaydigan shu rohatsiz qilgan insonlar natijasida endi ishlarga va atrofimizdagi kishilarga va narsalarga ijobiy nazar bilan qarash bizni ko'plagan krizislardan va saqlaydi va bizni xushalliqlarga ilib boradi. Endi Qur'on Karimda shu ijobiy bo'lgan odamlarning va salbiy odamlarning misollarini keltirgan Alloh taolo. Ve minel a'rabi men yettehizu mağramav ve yeterabbasu bikumud dava'ir aleyhim dairetus sav vallahu alim. Ve minel a'rabi men yu'minu billahi vel yevmil ahir ve yettehizu ma yunfiqu qurbatin indallahi ve salavatur rasul ala innaha qurbatun lahum seyedkumullahu fi rahmeti vallahu innallaha gafurur rahim. Sahralık Araplardan bazıları bergen narselerini silik hesaplaydı. Sizlerning beşlarga hadislarning kelishini kütüdü. Ular kütken yaman hadislar ularning beshiga kelsin. Allah hemmini anlab turguchidir, hemmini bilib turguchidir. Sahralık Araplarning ba'zilari Allohga va oxirat kuniga ishonadi. Alloh yo'lida bergan narsalarini Allohga yaqin bo'lishning va payg'ambarning duosiga erishishning vositasi qiladi. Bilinglarki, ular bu orqali rostla Allohga yaqin bo'ladi. Allah'ın yüzünün rahmeti dairesi kirgizdi. Şəksizki Allah nəhayət məğfirət qılğucudur, nəhayət mehribandır. Yani bu Medine'nin grejdarları. Münafıklar olsun, Yahudiler olsun, müşrikler olsun, müminler olsun, hepsi Medine'nin grejdarları. Hem de Resulullah Medine'ye bakınca 52 maddelik bir Medine vesikasını ilan kılgan. Aşının içinde hemmeyle birleşip Medine'ni qoğdayımız degan şart var. Endi şuna bir yerde her kadar bir uruş olmakçı olsa, Medine'ye karşı Mekke'deki müşrikler uruş kılmakçı olsa, ular karşı etildiğin işler olsa, Müslümanlar bütün ahalidin, nimildin, bütün şehirdeki insanlardan yardım pul toplaydı uruşqa mesela. Şularda münafık olsun, ya ki hakikaten mümin olsun, hem de şu yardım kılınlar, askerlerini yaptışqa ve kullanarak ilişki yardım kılınlar deb teşvik kılgan diken, abi kılıp olsun ya Allah razılık için hemmisi biri demdi. Şu miyadem de hemmisi bergen. Lekin bazısı nimde bergen, bu fakat bir silik bu deb açığı bilen bergen. Onun hiç kadar savap mı yok. Bazısı nim degan, bu Allah'a yakın buluşunun, Resulullah'ın duasına erişişinin bir vasıtası bu. Resulullah bizim talep kıldı. Elbette için kalbimizden bireyli deydi. Onunla Allah Teala neticesiyle bir savap verdi. Ama okşaş çıkım kılı da Allah. Ama 1000 dirhem bergen bolsa, mama 1000 dirhem bireylik. Ama 1000 dirhemni silik deb bireylik, razı olmay bireylik. Mama 1000 dirhemni Allah yo'ldagi nafaqa, Allah yo'ldagi sadaqa jariya yoki xizmat deb birdi. Ya demak, o'xshash chiqim bo'ldi, ammo natija o'xshash emas. Aşının o'xshash hamda ijobiylik. Ya'ni endi Imom Buxoriy İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadisda Payg'ambar alayhisalom bir sahrolik arabning qizitma kasalga o kesilni yo'qlab bordi. Borgankin inshaalloh saqayib qolasiz desin. Meni saqayib qolasiz demsa, bu kasal meni go'ga apamog'icha to'xtamaydi. O'limaman baribir dedi. Shunda olsin hamasi deydi. O'lidi masalan. Shu endi. Endi psixologiya mutaxassislari har qanday bir ko'ngilsizlikning, har qanday bir baxtsizlikning 10%i tashqi omildan bo'lsa, 90%ga o'zimiz sabab bo'lamiz deydi. Bunun nurg'un misollar bor. Masalan, bir odam aytganda kostyumini kiyib, taqab, ishga tayyorlab manga vaqtida qizi jo'zda dadasi to'xtasini suyab qo'y deydi. Qizi suyab qo'ymoqchi bo'lgan shunda egilishiga qizning oldidagi qahva,
o adamninki kiyimiga tugilab ketdi. Tugilab ketganligi shuning bilan u achchiqlab men oldirib olsam deb u qizni bir dush kelaydi. U ayolni dush kelsa sen nima ish qilmaydi yerda qo'ysa meni yo'limni to'sab deb. Na achchiqlab kiyimini aralash nima qilib chiqdi hamda kiyimini almashtirib biraz kechikib chiqdi hamda. Anda olgandan bu balımın nayt rahatsız bo'lganligi uchun u balni anasi yig'lab ketgandan ay balam xafa bo'lmang anda bunda deb nima qilib kiygizib tayoq qilib qo'yguncha maktabga olib boradigan mashina to'xtab turib masalan maktabga olib boradigan servis mashinasi ketib qolgan qoidasi bor ketib qoldi shuning bilan u odam majburiy bolasini maktabga olib borgan bo'ldi nayt achchiqda o'zi kechikib qolganlar qizim bolasini kechikib qolgan nayt aldirashda achchiqlab mashinaga ilib bormasam ulgurolmayman deb tiz mang'idi yo'lda qatnash saqchisi tutib oldi uni jazo yozdi undan keyin maktabga manga kira maktabga deb qildi qizi bay bay dadama demay xo'shmi bo'lmay achchiqda ketdi uni achchiqda manga manga ish o'rniga bordi chiqib qolgan mudir uni achchiqlaydi hamisha kech qolsa sen ishlasang tuzuk ishlamamsa deydi shuning bilan odam o'ylaydi mushu kelganlarning hammasi nerdan keldi deb o'ylaydi hammasida %100 sabab yuzda birla nima endi birla buning sabab bo'lgan narsa qahrining to'kilib ketishi u 10% ko'ngilsizlik 90% ni cho'ngaytgan ayolni ranjitgan qizini ranjitgan yo'l soqchisining jazosini yegan mudirning peshvosi yegan shuning hammasiga o'zi sababchi bo'lgan demak inson shuningga hamda to'g'ri muomala qilgan bo'ldi masalan chatda qizimda to'xtamda men ko'nglim darhol yangi bir minutdan ichida ko'nglim yangi kiyib chiqalaydi achchiqlamaydi qilg'ili bo'ldi lekin ani bilan salbiy inson salbiy bo'lganlik uchun salbiylikni qilgan ijobiy inson qilmaydi endi passivlikning yana bir yuzi bor passivlikning yana bir yuzi psixologiya mutaxassislari aytib ta'kidlaydi men bu ishni qilolmayman men bundoq cho'ng ishlarni qila oladigan qobiliyatda emas men qilolmayman men boshqalardek emas mening bo'g'im shu degan insonlar nurg'unlagan talantlarni nurg'unlagan qobiliyatlarni o'ldiradigan qotil deydi o'zidagini o'ldiradigan bolalardagini o'ldiradigan boshqalardagini qilolmaymiz degan salbiylik bilan ammo uning aksicha qila olmayman deydigan insonlar umuman ijobiy kelgan ular hayotda kichik bo'lsin cho'ng bo'lsin nurg'un ishlarni qiladi ekan qilolmayman degan insonlar ko'z oldida qila oladigan ishni qilolmaydigan shuning bilan bix urushiga to'sqinlik qiladi ekan natijada o'zidagi alloh taolo ato qilgan nurg'un javharlarni ocholmayla uni go'rgarib ketadi ekan har bir inson o'zi o'z oldiga qimmatli ekan alloh taolo bir inson bo'lmagan xususiyatni bir insonda bergan bir insonda bo'lmagan hislatni bir insonga bergan bir insonda bo'lmagan qobiliyat bir insonda bor birisida bo'lmagan aql birisida bor ammo inson o'zligini ichish kerak uni ocha olsa bo'ladi agar ocholmasa shuning bilan birga ketadi endi bunda o'tgan zamonda bir podshoh xalqning ahvolini uchun xalq o'tadigan yo'lning ustiga yo'g'on bir toshni qo'yg'izdi ekanda qopqon shuni xalq nima deydi qanda qolib qo'ygandan keyin bir tijoratchilar o'tadi ekan ya bu qandoq noahli qolib qo'ygan yo'lning ustiga bunda achchiqlab qolib ketgan yana bir odamni o'tadi ekan hamda ular yana qilib bu qandoq qamlashmagan ishdi bu achchiqlab qolib ketgan yana bir yosh bola ketadi ekan mana ko'ranglar yo'lni o'tirg'imi tosh qolganda bu saranglar deb o'tib ketgan shuning uchun bir dehqon kelib gap qilmaylar shu toshni yo'lda elyapman deb qattiq injiqlab tirishayotgan yo'lda kelgan odamlar yordamlashib birlashib yo'lni aytirib eliyotdi ekanda eliyotib qarasa aslında bir sanduq turdi ekan toshni sanduqni ochib ko'rsa sanduqda bir qancha tilla va bipoch xat bor ekan endi u xatda nima deb yozibdi desa bu sanduqni eliyotgan azimatga padişahdan salam bo'lsin har qanday bir mushkulni dardlanishning o'rniga uni hal qilish ko'yiga kirgan har bir ijobiy insonga berilgan mukofot bo'lib qolsin debdi ya'ni boshqalarga bir ibrat dars bermoqchisa shunday dardlanishning o'rniga hal qilishning chorasini qilgan ijobiy insonga mening shu mukofotim bo'lib qolsin deydi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam iymonni bayon qilib
iymon 70 necha shoxchi bo'lib, yuqorisi la ilaha illalloh Muhammad la ilaha illalloh Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'q degan kelima, shahodat kalimasi tüyini yo'ldagi kishilarga aziyat beradigan narsani elib o'tish, ya'ni shaxs o'tan bulamdi, tosh bulamdi, çal bulamdi ne bo'lsa shuni yo'ldan elib o'tish deb ko'rsatgan. Payg'ambar alayhisalom bu hadisda yo'lda kishilarga taqishgan narsalarni elib o'tishda oddiy bir ijobiylikning natijasi bu. İcabiylikni imanning qatorida sanagan. Alloh taolaning ijobiy kishilik mukofotini dunyoning har qanday bir mukofotiga teng qilib bo'lmaydi endi. Va ma indallohi xayru va abqa. Allohning dargohidagi mukofot hammadan yaxshidir va mangulikdir deydi. İnsanın güzel Allah taala har xil mukofotlarni birdan. Ishning cho'ng kichigi muhim emas bunda. Ishning cho'ng kichigi muhim emas. Muhim bo'lgan ijobiy bo'lish va kuyimchan bo'lish, boshqalarga kuyinadigan bo'lish hamda. Hayatımızda nurg'unlagan krizislarga uchrab turibmiz mesela. Agar biz dardlanishning o'rniga ijobiy ish qilish yo'lini tutsak, bu mushkullarning nurg'unlarini o'ng'ayla hal qilib keta olamiz. Nurg'un ishlarni ko'zimizda cho'ngaytayotganligimiz uchun andın üzümüzün rastlığa çoğun müşkülge kelib qolgandek aytamiz. Ama ameliyatda o mesele kichik mesele. Şu kichik meseleni üzümüz yo'qotyapmiz endi. Biz musulmonlar yani haqiqatan talaylik endi. Bizning aqidamiz, bizning dinimiz ve beşimizga kelgan har qanday bir xafalık Alloh taolaning taqdiri bilan bo'ladi deb ishonishga, e'tiqod qilishga chaqirib da'vat qildi. Bu e'tiqod ayni vaqtda bizning ko'nglimizni taskin qildi, ko'nglimizga tasalli berdi bu. Allohning taqdiri bilan bo'ldi degandan keyin uni o'tirib boshqa nima qilish yo'q, tugadi gap. Bo'lmasa nima shunday bo'ldi? Nima xatolikni qilgandim? Ayim batula qaysini qanday durust qilmadim? Nimishqa mening beshimga keldi bu da? O oyog'i chiqmaydigan savol. Beshininki mingisini yeydi endi u. Shunga eng yaxshisi Allohning taqdiri bilan bo'ldi deb. Endi buningga Allohning taqdiri bilan bo'ldi deb qo'yganga shu deb qo'ygan bilan nurg'un savob bo'ldi endi. Ya'ni buning mukofoti va aqsi kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda degan, har qanday bir mu'min odam yetgan har qanday bir jafo, mushaqqat, aziyat, g'am qayg'u, hatto putiga kelib ketgan tikan chog'liq narsaga Alloh taolo uning gunohini mag'firat qildi. Ashning sababi. Kesallab tövbe qilgan odamga u albatta mag'firat qildi. Putiga bir tikan kelib kelsa-mu, bu Allohning taqdiri bilan bo'ldi endi. Shunday ishgan Allohning e'tiqodi, shu e'tiqodiga, shu go'zal e'tiqodiga gunohi mag'firat qildi endi. Shunga bu dunyoda ijobiy bo'lish orqali biz o'zimizni baxtli va xo'shallik qila olamiz, boshqalarni xo'shallik qila olamiz endi. Ijobiy bo'lish. Ammo ijobiy qaramay biz endi aynakning sirtqa qaramoqchi bo'lsak, aynakning yuziga qarasak, aynakdagi shu nimaninki, chivinninki paskinliklarini, aynakning paskinliklarini ko'ramiz endi. Agar biz sirtqa nazarimizni yuqoriroq qilib, aynakning sirtidagi, derazaning sirtidagi go'zalliklarni, go'zal tabiatni, go'zal yeşilliklarni ko'ramizda, shuni biz burnimizning uchunigina emas, yiroqni ko'rish kerak har qanday ishda. Masalan, hikoya qilindi, bir ikki tane kasal bor ekan, bemor. Birisi 10 qo'polmaydigan endi. Birisi 10dan sal yetib ko'ralayotgan. U 10dan qo'polmaydigini bujak tarafdan u ikkeli yotgan bir yotoqxonada. Birisi bu ondan turalaydigini derazaning tubida o'tiribgan. Derazaning tubida o'tirib o yotgan kasalga midirlayolmaydigan kasalga qarang'ima derazaning teshdagi shu go'zalliklarni, atlarninki chepishqini, bolalarning o'ynayotganlarini, qushlarninki sayrayotganligini, qalanlar eqiyotgan u go'zalliklarni deb oyna gap qilib turib yotgan, ani xo'sh qilib yotgan, ani xo'sh qilib. O shuning bilan ko'ranmasam ham derazaning qishqib borolmasam, aning deb bergandan xo'shlab, shunda xo'shlab, ya'ni kunlarni bir xo'shal o'tkazgan hamda g'amsiz hamda doktorxonada. Shundan keyin bir kuni bu derazaning yanında ashini ko'rib yotgan odam bir kunda tuyuqsi ulab qolibdi. Ulab qolgan uni elib chiqgan. Shu kishi hamda mushu adam mishada derazaning sirtidagi go'zalliklarni ko'rib menga deb beradi. Mishani yo'tkab qo'ysanglar, men mishani ko'rib yotsam degan ma'qul. Yo'tkab qo'ysa derazaning o'tirib qop-qora tom, hech nima yo'q. Qop-qorong'ulik endi, tom. Ya bir yerde bunda güzellikler vardı, bağçılar vardı, atlar vardı, oynatkanlar vardı, şakıratkan kuşlar vardı, Muhammed deppotatlı mı kişi, kendine harekette olursa bir yerde işim yoktu, deydiken. Demek
O'sha adam, vafot bo'lib ketgan adam, oninki ko'ngli xush qilish uchun o'ydirib chiqib, shunday qilib ekan. Ma ijobiylik endi. Ijobiylik. Endi insonlar gendininki bir oyga poyezdga chiqadigan chog'da bir oyning bilishini endi boshlab qolibdi. Nima boshlab qo'ydingiz desa, foydalanmanga tayinli ikkilisini foydalansin deb qo'ydi. Bu gendining insonparvarligi deb maqtaydi. Mu'minganda eng shaxsiyatchi mu'minda mushu hissiyat bo'lishi kerak. İnsanlar faydalansın manında degan ki, eng shaxsiyatchi, menmanchi bir mu'minda bor, mushu hissiyat bo'lmasa mu'min bo'lolmaydi u. Masalan, qo'shnisiniki ochayotganligini bilib turib, to'qiyotgan mu'min bo'lolmaydi deganga o'xshash. Endi musulmonda eng nachar adabim bu hissiyat bo'ladi. Allah Teala bizni ijobiy mu'minlardan va Alloh taoloninki rahmatiga erishadigan kishilardan qilsin. Ko'rurman qarindoshlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Keldigan haftada yana shu soatda birga bo'lish umidi bilan hammalarni Allohga topshirdim. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.